Kelsam hamki didorga Vatan derkan mening o'pkam Yot yurtlarda to'kul tursan Sog'inchimga Yaxshiyam borsanki vatan 14 milliard pul to'layapmiz size. Bitta o'sha 7 milliardlik kredit uchun odam tadbirkor kiyzaman. Biz prezidentga ishonamiz shunda ham. Lekin prezidentimiz qirq adolatsizlik bilan kunduziga kun chiqaryapti. Qonun ustiga qonun chiqaryapti. 7 milliard ustiga yana 7 milliard chiqaryapti. Jami 14 milliard pul 14 milliard pul undiryapti. 7 milliard pul uchun. Prezident sizni imzolagan qarorlari pastgacha yetib bormaydi hech kim. Umuman tadbirkorni umuman yerga olyapti. Xitoylik investorlarimiz sarson bo'lib ketyapti. O'zbekiston nomi bilan chiqargan qonun ustiga yana bitta qonun chiqaryapti. 7 milliardlik narsani ustiga yana bitta 7 milliard chiqaryapti. Bitta 7 milliard uchun 14 milliard pul undiryapti. Bizlar davlatdan norozi bo'lmaganmiz. Xalq uchun, prezident tashrifi uchun mana shu narsalar qilyapmiz. Hurmatli prezident, pastda adolat yo'q. Pastda umuman birontasi adolat yo'q. 6 yil umuman qamavyapti asossiz. Ammo prezidentimizni e'tibori, tadbirkorlarga ish o'rin, hammasi gapda. Birontasini prezident gapini bajarmaydi. Hurmatli prezident, 6 yil qamavyapti tadbirkorni. Undirilgan sud qarori O'zbekiston nomi bilan chiqqan. Umuman norozimiz borku. Qiyomatda ham javob bersin. Xudoning yonida ham javob bersin. O'zbekistonda Ismingiz nima edi? Zafar ismi. Zafarjon. Ismim Hazrat. Men xalqim billatim uchun ishlayapman, deyapman. Prezident uchun. Nima uchun sovuqqonlik bilan qaraysiz? Men joyimga kiymagan bo'lsangiz, ko'rmagan bo'lsangiz, qanday xulosa berasiz? Xudoga o'rmaysiz. Qanaqa odamsiz siz? Qanday ishda taqdir yozib turibdi? Ve shuncha aholini ish 10 mingga ziyod aholini ish bilan ta'minlaganman. Siz kelmasdan naqlagan, to'g'rimi? Qonunga asosan, hujjatlarga asosan. Shunday. Voqea joyiga borganmisiz? Qanday maqomga borganmisiz so'rayapsiz. Bu xulosadan tashqaridan borganman. Men xulosadan keyin borganman. Butun telefonda ham gaplashganman aka bilan. Xulosa qilmasdan oldin borganmisiz deb so'rayapsiz. Yo'q. Borgan yo'q. Boshqa savol yo'qmi?